Assalomu alaykum, Usta Habibulloh YouTube foydalanuvchilari. Biz navbatdagi ishimizni Toshkent viloyati Ohangaron tumanida o'sha yerda xudo xolisi ishlarimizni boshlagandik. Mana tugash arafasida. Mana bu shapkalariga oq va tillalari kombinatsiya qilib juda chiroyli holatda tunika forlar qilib beryapmiz. Endi bundan tashqari darvozaxona ichkarilarini ham qilib berganmiz. Xudo xolisi ko'rsanglar juda chiroyli holatda bo'lib ishlarimizni juda chiroyli qilib berganmiz. Qaranglar, qanaqa chiroyli holatda bo'lib qilib berganmiz. Alkafon fason o'rtadagilari chisti tillo nerjaveyga bir-biriga moslagan holatda o'z lakli tunikalar bilan qilib beryapmiz. Qaranglar, qanaqa alkafonga o'xshab tovlanib chiroyli holatda bo'lyapti. Bu ishimizni o'sha Toshkentda internetdan turib zakaz bergan Valajon akam xonadonida qilib beryapmiz. Qaranglar, bu taraflarini ham juda chiroyli holatda tunikafon qilib berdik. Material qalinligi 0.4, mana bu nerjaveyga, mana buni burchaklarini va boshqa joylarini chiroyli holatda chiqarib xonadonga qilib berdik. Endi bu joyda uzunligi 25 metrga 4.10. Bu yerga juda ko'p fasonlar tushadi, lekin uy egasi menga faqat oppoq qilib ber degani uchun oppoq skromniy fasonni qilib berdik. Endi ishimiz ham juda chiroyli holatda bo'ldi. Bu ishimizni 5 kunda shu ko'rinishga keltirdik. Buni o'rni eski plastik pataloylarida o'shanga buni yangilatdi. Endi mana bu kichkina oshxonasining tepasiga shaxmat fason qilib berganmiz. Bu shaxmat fasonimiz ham juda chiroyli holatda bo'ldi. Endi mana bu joylarda chala ishlarimiz qolgan. Mana bu tomoniga o'choq qilgani uchun mana bu joyga mokriydan shaxmat qilib beryapmiz. Mana bu joylarini ham tunika bilan yog'ib beramiz. Undan tashqari endi bu yerga 100 metr atrofida tarno, 2 metr atrofida turbalarini ham tushirib bermoqdamiz. Mana tarnolarimiz ham juda chiroyli holatda o'rnagan. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Ish jarayonlari hali davom etyapti va mana bu regellariga mana materiallarimiz shunaqa upakovka bo'lgan holatda yetib kelgan. Endi mana bu o'rtalarini chiroyli qilib regellarini afishka qilib tunika bilan yopib chiroyli qilib beramiz. Xizmatlarimiz Ves O'zbekiston bo'ylab. Usta Habibulloh tunikafon jamoasi doim xizmatinglarda. Bizda 70 xil, 80 xil fasonlar bor. Tunikafon 1 kvadrati 140 ming so'mdan 180 minggacha qilyapmiz. Mana shu ko'rib turgan tunikafoningizni usti laklangan eng zamonaviy tunikafon 1 kvadratini 170 ming so'mdan barcha rasmot ichida qilib beryapmiz. Bemalol O'zbekiston bo'ylab xizmat qilamiz. Mana bu joyda yotibmiz. Endi mana bu joyda uy egasi yotoq joyi yemoq-ichmoq qilib beryapti. Shuni qilib tugatyapmiz. Kimdan-kim tunikafon xizmatlari kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqinglar. Pastda Telegram, WhatsApp nomerlarim bor. Qayerda bo'lishingizni farqi yo'q. Borib ko'rib, chiroyli holatda bitkazib kelaveramiz. Usta Habibulloh tunikafon jamoasi doim xizmatinglarda. Xizmatlarimiz yoqqan bo'lsa, bittalar.